uchrashuvdan maqsad o'sha tadbirkorlik maoshiga yoki olmoqchi bo'lgan fuqarolar bilan uchrashib, istaylarini bilib, shu istaylar orqali bizda mavjud bo'lgan kredit turlarini ularga taklif qilish. Bizda hozir ko'proq jismoniy shaxslarga kreditlarimiz bor. Bu biznesga qilib chiqadigan pul yetimigacha muddat 4 yil 25%, ayol kishi bo'lsa foiz stavkasi 2% emas, 23% muddatga beriladi. Keyin kattarog'imiz 50 milliongacha bor mahalla loyihasi. Mahalla loyihamiz ham 25%, ayollarga 23%, 2% past bo'lib muddati 5 yilga 1 yil imtiyoz davri bilan beriladi. 2 yil imtiyoz davri bilan beriladi. Bunda asosan bu kreditdan maqsad o'sha xonadondan chiqmasdan turib sarxaromat tajribasi bo'lib ushtalik paket olib berish, ya'ni o'sha chorvayiz bo'lsa yoniga quyonchilikni qo'shib yoki uzumchilik, parrandachilik, baliqchilik, xuddi o'sha xonadondan chiqmagan turibdi ko'proq daromad olish maqsadida bu pullar naqd pul ko'rinishida o'sha qarzdorlik fond banklar kartasiga o'tkazib beriladi. Bunda ta'minot sifatida sug'urta 200 kafillik beriladi. Kredit qatnashchisi agarda bu kreditni olib ko'proq tadbirkorlik qilmoqchiman yoki yuridik shaxs sifatida olmoqchiman bo'lsa, tartibda oilalarga hamjijalarga platforma kreditimiz bor. Va bu muddati 6 yil, foiz stavkasi 21%, agar firmani rahbari erkak kishi bo'lsa, ayol kishi bo'lsa 19% hisoblanadi. Muddat 6 yil, 2 yil imtiyoz davri bilan agarda kreditni nimaga olmoqchi bo'lsa, uskunaga olmoqchi bo'lsa 6 yil, lekin aylanma maqbul bo'lishi kerak bo'lsa 8 yil, realiga beriladi. Bunda asosan shu firmani katini ko'riladi, keyin kredit tarifi, firmani kreditlarida plus